Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bezovta qilganimiz uchun uzr. Aha, bemalol. Nodir aka. MIPdan keldik akajon, MIPdan. Tanidim. Tanib turibman. 3-marta kelishlaring. Ha, 3-marta kelishimizga sabab bor-da, jarima yozgani keldik. Qanaqa jarima? Mana. Yangilik bormi? Qanaqa yangilik? Ye? Ye. Aka, siz aholi soni ko'payishiga o'z hissangizni qo'shmaganligida ayblanyapsiz. Tushunyapsizmi? Mana hozir. Qo'shningiz Abdurahim aka. Ha. 6-farzandi bo'ldi. 6-farzand. 6-farzandi tug'ildi aka kuni kecha. Ha, u bekorchi bo'lsa. Akajon, sizda hali ham bitta. Kuni kelganimizda ham bitta edi. Ey, aka, o'zi kecha xotinim tug'ruqxonadan chiqqan bo'lsa, to'g'ri tushuninglar, men ham sizlarga quyonmasman-ku. Tushunyapmiz aka, bizda ham o'ynab yurganimiz yo'q, bizda ham xizmatchilik. Bildim aka, gapga quloq tushunib soling. o'tiribman sizlarni, xizmatdagi odam. Lekin hech bo'lmasa 3 oy muhlat beringlar. Ha, 3 oy muhlat deysiz. Sizga shuncha sharoit yaratib berdik. To'g'rimi? Xo'p. 20 yilga 3 xonali kvartirani kreditga bergan bo'lsak, bitta farzand tug'ilganligi uchun bitta Nexia mashinani 5 yil kreditga bergan bo'lsak, shu kechqurunlari bemalol foydalansin deb svetni o'chirib turgan bo'lsak, issiq bo'lsa, bundan ortiq nima sharoit kerak? Nima muammo? Men davlat ishida ishlasam, qanday vaqt ajrataman? Bo'ldi, ishxonangizga tashkilotimizdan bitta xat chiqaramiz. Siz kechqurun kelib uyingizda uxlab, ertalab yana ishga ketasiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, muammo yo'q. Rahmat beraylik. sizlarga. Uy qilib berdilaring, mashina qilib berdilaring, svetlarni o'chirib turibsizlar. Issiq suv. Xo'p, Muammo yaxshi. yo'q. Nima muammo? Aka, iltimos sizlardan. Go'shtni narxini arzonlashtiringlar. Ilik qurib ketdi-ku.